Bugun men oyimni uchrashuvga taklif qildim. Har doim ko'rishganimizda meni kelishimga shunaqa harakat qilib stollarni yasatib kutib oladilar, lekin men bugun harakat qilishlarini xohlamadim va ularni restoranga chaqirdim. Taras Shevchenkoda Boboy restoranini yangi filiali ochilibdi, eshitdinglarmi? Biz birinchi marta Toshkent City'dagi filialiga borganmiz va o'shanda ovqatlari og'zimda qolib ketgandi. Ayniqsa ruletli shashligini попробуйте qilib ko'ringlar. Bu filial esa juda ham katta ekan, dizayniga esa gap yo'q. Kichkina detallarigacha milliy urg'u berilgan. O'g'limga qiymali shashlik bilan kartoshka fri etvordim. Biz esa oyim bilan birinchi marta qurtoq ovqatini yeb ko'rdik. Juda ham neobычный ovqat ekan, go'shtlari ham yaxshi pishgan. Oyimga yoqdi. Ammanga esa mash salati juda ham yoqdi, bakajarli salat. Maza qilib oyim bilan suhbatlashib ovqatlanib o'tirdik. Yoshingiz katta bo'lgan sari onangizdan yaqin o'rtog'ingiz bo'lmasligini tushunib yetarkansiz. Men ovqatlamagunimcha oyim bolamga qarab turdilar. Va keyin biz desertlar etdik, tiramisu bilan profiteroli. Menga juda ham yoqdi. Ayniqsa limonadlariga gap yo'q. Men bu joyga 10 dan 10 qo'ygan bo'lardim. Обязательно yeb ko'ringlar. Kechqurun esa shunaqa atmosferniy bo'lib turdi. Bitta narsani tushunib yetdim, shunaqa uchrashuvga oyimni ko'proq taklif qilib turishim kerak. Sizlarga prosmotr uchun rahmat. Like va kommentariy sizlardan chiqmasin.